Ilyos aka, ukam tunda o'zini to'shagini qo'llab qo'yadi. Buni sababi nimada? O'ziga bo'lgan ishonchi ham kundan kunga tushib ketyapti. Albatta, bu ko'pincha mana lor muammolari haqida gaplashib o'tamiz. Masalan, lorda adenoidlar vegetatsiyasi bo'ladi. Adenoidlar vegetatsiyasi masalan 1-chi, 2-chi, 3-chi daraja deydi. Ko'pincha bolalarda 2-chi, 3-chi daraja bo'lganda bu o'z-o'zidan adenoidlar vegetatsiyasi 2-chi, 3-chi daraja bo'lganda burun bilan yaxshi nafas olmaydi. Nafas yaxshi olmagandan keyin miyaga ham kislorod kam boradi. Bu mochovoy puzir, ya'ni siydik pufaga to'ladi. Siydik pufaga to'lgandan keyin bu yerda impuls bosh miyaga boradi. Bosh miyaga borgan vaqtda miya kisloroddan to'ymagan, charchagan, bu impulsni qabul qilmaydi. O'z-o'zidan bola keyin siyib qo'yadi, to'shakka qo'llab qo'yadi. Bu ko'pincha bolalarda o'sha adenoidlar vegetatsiyasi natijasida bo'ladi. Buni albatta lor shifokorga murojaat etish kerak. Lor shifokor ko'rib, hozir zamonaviy usullarla tekshirishlar, ya'ni endoskopik tekshiruvlarda sizga ko'rsatib, 2-chi darajami, 1-chi darajami, 3-chi darajami o'shani ko'rsatib, sizni muammoga hal qiladi. Agarda 2-chi, 3-chi daraja bo'ladigan bo'lsa, albatta sizga operativ davo taklif qilinadi. Bu ko'pincha bizlarda ham ko'p holatlar kuzatiladi. Bemorlar keladi, ular nimaga shikoyat qilib keladi? Men dedi, bolam burundan yaxshi nafas olmaydi. Keyin surishtirish boshlaymiz biz. Bolam tunda siyib qo'yadimi? Ha, siyib qo'yadi dedi. Yo'q, biz buni nevropatologga borib ko'rsatamiz dedi. Vaholanki biz kamerada ko'rsak, adenoidlar vegetatsiyasi 3-chi darajasi aniqlangan bo'ladi. Keyin ota-onasi tushundi. Baraka topkur, bu adenoidlar vegetatsiyasi 3-chi daraja. Buni olsak, nasib bo'lsa olsak, o'sha tungi siyib qo'yishlari qolib ketadi desak, ota-onalar hayron qoladi. Shu adenoid shunaqa asorat beradimi debdi. Ko'p holatlar bo'lgan, o'sha adenoidni olingandan keyin bolasi masalan bir haftaga qolmasa o'sha to'shakka siymagan. Ular bizga kelguncha nevropatologlar davolarni bergan. Keyin ota-onalar ham kuladi, mana to'shakka siymay qo'ydi dedi. Bizlar ham xursand bo'lamiz o'shalarni eshitib turib, rahmatini eshitamiz, xursand bo'lamiz. Bolaga endi bu juda ham psixologik travma bo'ladi-da. Masalan, lagerga borganda to'shakka siyib qo'ysa, o'rtoqlar ustidan kuladi. Yoki masalan, bog'chada siyib qo'ysa, o'rtoqlar ustidan kuladi. O'shaning uchun bu juda ham bola uchun psixologik travma. Bu psixologik travma bo'lgandan keyin bola o'z-o'zidan o'zining tenglariga qo'shilmaydi. Bular o'z-o'zidan aqliy rivojlanish orqada qoladi. Yana o'sha adenoidlar bo'lganda 3-chi daraja, 2-chi daraja bo'lganda bolalarda bu miyaga yaxshi kislorod bormagandan keyin miyaning oziqlanishi ham kam bo'ladi. Bular o'z-o'zidan tengqurlariga nisbatan aqliy rivojlanishda orqada qolish boshlaydi. Ya'ni bog'chaga borib yoki she'r beradi yoki birinchi sinfga boradi, ustoz o'rgatgan narsalar o'z vaqtida qabul qilmaydi. Bu keyin o'rtoqlari ustidan kuladi, sen ikkichisan dedi. Sen yaxshi o'qimaysan dedi. Lekin vaholanki adenoid bo'lsa, masalan adenoid olingan bolalarda birinchidan ularda aqliy rivojlanish ham juda yaxshilanadi. Keyin ularda fizik rivojlanish ham zo'r bo'ladi. Ya'ni burun bilan nafas o'zingizda masalan burun bilan nafas olsangiz qanaqa yaxshi nafas olasiz. Og'iz bilan oling, qanaqa ko'krak ekskursiyasi unaqa bo'lmaydi. O'shaning uchun to'shakka siyib qo'ydimi bolalar? Hammasini albatta birinchi o'rinda lor shifokori ko'rish kerak. Lor shifokori ko'rib sizga aytadi, yo'q, adenoid bor yoki yo'q. Bormi? Demak, 2-chi, 3-chi darajani olish kerak. Tavsiya qildim, oldirish kerak. U hozir zamonaviy usulda olinadi. Bolaga hech qanaqa psixologik travma ham bo'lmaydi, bola ham qo'rqmaydi. Albatta, mana shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizni sahifamizga obuna bo'ling yoki pastdagi raqamlarimiz bor, o'shalarga telefon qilsangiz, sizlarga to'liq ma'lumotlar beramiz, har tomonlama yordam beramiz. Sog' salomat bo'lingizlar.